Aka assalomu alaykum. Hojatxona qayerda bilmaysizmi? Alisher Navoiy aytadi. Kelajakda jamiyatni qulayotganini ko'rsangiz, ular ilm deb shoshilishmaydi. Ular hojatxonaga shoshilishadi. Gap yo'q, hojatxonani aytib boring aka. Sarkarda Taylun Uguayga qarab, jangning san'ati uning ilmida, hojatxonasida emas degan. Gaplaringiz to'g'ri. Hozir hojatxona qayerda bilmaysizmi? Shu yerda anchadan beri o'tiribsiz ekan. Bir kuni Zeus, kim u? chaqmoq xudosi, glamli xudo. Zeus do'zax xudosi Aitni oldiga ketayotganda Ibn Sinoni ko'radi. Kim? Aitni oldiga ketayotganda Ibn Sinoni ko'radi. Ibn Sinoga va 3 ta yo'nalishda ichishga ruxsat beradi. Kayf oshib qolganda, siqilib qolganda va qolagan paytda. Hojatxonani ayting, qaysi mavzuga o'tib ketdingiz? To'g'ri yurasiz, sal pastroq tushib turib, chapdan 4-eshik. Shuni to'g'ri aytmaysizmi? To'xtang do'stim. Oh. Mendan kitob sotib oling. Hojatxonada telefon emas, ilm izlab o'tirsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'ldi aka. Rahmat. Qattiq yumshoqrog'ini bering. Shilib boradi-yu bu.